Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugun biz Toshkent viloyatining Yuqorishirt tumani Ahmad Yassayev mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 23:00 konturida yoshlarimiz uchun ajratilgan yer maydonidan ko'rsatuvimizni olib bormoqdamiz. Bu yerda umumiy yer maydoni jami 18 gektar maydonni o'z ichiga olgan. Asosan yer maydoniga yer egalari tomonidan qulpunay hamda ko'kat ekinlarni yetishtirib kelmoqda. Qulpunay navlaridan Charlie, koreyscha Charlie, Isabella shu kabi zamonaviy ko'chatlarimizni ekib yetishtirmoqdalar. Ushbu yer maydonida asosan ish bilan band bo'lgan yoshlarimiz har bir yer egasiga o'rtacha 30 sotikdan yer ajratilgan bo'lib, jami 58 ta dehqon xo'jaliklarni tashkil qiladi. Shu jumladan yana ko'katlar ham ekilgan. Ko'katlardan kashnich, ukrop, piyoz va shu kabi boshqa ekinlar ekilgan. Hozirgi kunda ushbu mahsulotlar bo'yicha bozorimizni ta'minlab kelmoqda. Ishchilarimiz hammasi o'z joyida mahsulotlarni yig'ishtirib olish bo'yicha ishlarni boshlab yuborilgan. Qulpunayda hozirgi kunda 3-4 terimini bo'yicha yig'ib olmoqdalar. O'rtacha agar Qulpunayda beriladigan hosilga to'xtaladigan bo'lsak, gektariga 15-20 tonna o'rtacha hosil to'g'ri kelyapti. Har bir gektarga masalan yer egasini oladigan bo'lsa 30 sotik bo'ladigan bo'lsa 15 ming 20 ming donagacha ko'chatlar ekilgan. Ushbu yer maydonini oladigan bo'lsak, atrofi ariq zovurlar bilan chegaralangan. Suv kelish yo'llari ham juda yaxshi. Dehqonlarimizga qulaylik yaratish maqsadida shu Ahmad Yassayev hududida joylashgan saqlagich, muzlatgich tashkil qilingan bo'lib, ushbu saqlagich, muzlatgich Sunnyland Production shunaqamda. Sunnyland Product MCH ga qarashli bo'lib, barcha sharoitlar yaratilgan. Bu yerda hosilni butun saqlash maqsadida barcha sharoitlar yaratib berilgan. Dehqonlar hozirgi kunda o'sha joyga olib borib saqlash ishlarini ham amalga oshirmoqda.